Flexi Center Eko markazi bugungi chiroyli ultratovush nazoratimiz homilador bemorimiz keldilar. Eko programmasini muvaffaqiyatli o'tkazdik. Bu ikkinchi ultratovush nazoratlari. Ko'rib turganimizdek, bachadon ichida ikkita homila egizaklarimiz turishibdi. Hozir yuraverishini nazorat qilamiz. Qo'rg'onman, butunlab qurib turibdi, mashalloh. Bu bitta homilamizning yurishlari. Bu ikkinchi homilamizni yurishlari. Juftligimizdan tabriklaymiz. Necha yil kutilgan homiladorlik? 4 yil orziqib kutilgan homiladorlik. Hozirda hammasi juda ham chiroyli rivojlanyapti, davom etyapti. Tabriklaymiz.